Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu go'zal salomini yo'llash bilan birga Tarixqa nazar programmamizning 22-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Qadrli anglag'uvchilar, biz bugungi sonimizda Qaraxonlar davlatining kengayganligi, Sharqiy Turkistonning islom tarixi, Qaraxon Sutuq Bo'g'raxonning g'azotlari, Qaraxon Sutuq Bo'g'raxonning vafoti va Musa Bo'g'raxon, Harun Bo'g'raxon, G'arbiy Turkistonning Qaraxonlar davlatiga qo'shilganligi qatorliq mazmunlarni huzuringizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. Qaraxonlar davlatining kengayganligi. Hijri 267, ya'ni milodiy 880-yili Qaraxonlik taxtiga Ko'l Bilgi Qaraxon, ya'ni Bo'qaxon chiqdi va uzunga qolmay sharqda quruq tog' tizmasining janubidagi Lob, Charchan, Abdal va Miran qatorliq joylarni egalladi. Bu joylar aslida Uyg'ur edi qutlig'iga tava yerlar edi. Buning bilan Qaraxonlar davlati va Uyg'ur davlati orasida quruq tog' tizmasi chegara bo'lib qoldi. Ko'l Bilgi Qaraxon, ya'ni Bo'qaxon sharqdagi bu mamlakatlarni olgandan keyin shimoldagi Qarluq va boshqa xonlarni o'ziga bo'ysundirish uchun u taraflarni qo'lga keltirishni maqsad qilib, hozirgi To'qmoq shahriga yaqin Balasaxun shahrini poytaxt qildi. Inja, ya'ni Sir daryosining sharqiy yoqasi bilan Orolgacha va Oroldan sharqqa qarab Ko'kchi dengizining shimolidagi So'ruq tog'lari qo'shilib, Ertish daryosigacha so'zilgan butun turk yurtlarini o'z hokimiyati ostiga oldi. Undan keyin Uyg'ur edi qutimi Ko'l Bilgi Qaraxonga tava bo'lishni qabul qildi. Buning bilan Qaraxonlar davlatining territoriyasi g'arbda Pamir tog'lari, Sir daryosi va Orol ko'li, shimolda Qirg'iz yayloqlari va Oltay tog'lari, sharqda Oltay tog'lari va Liangzhouning sharqidagi Wuxi teg'i, janubda Tang'ut, ya'ni Kuku xonligi, Qarang'u tog' Qaraqurum tizmasiga kengaydi. Ko'l Bilgi Qaraxondan boshlab Qaraxonlarning poytaxti ikki yerda bo'lib, Qaraxon yozda Balasaxunda, qishda Qashqarda turadi. Ammo haqiqiy poytaxti Qashqar edi. Bu munosabat bilan Qashqar Ordikent, ya'ni poytaxt shahar deb atalgan. Ko'l Bilgi Qaraxonning vafotidan keyin uning o'rniga Qaraxon bo'lganlar to'g'risida Sutuq Bo'g'raxongacha bo'lgan oraliqdagi voqealardan ma'lumotimiz yo'q. Sutuq Bo'g'raxonning dadasi Qaraxon Barxon Hijri 302-yili vafot bo'ldi. O'g'li Sutuq Tekin texi Nasirida bo'lganlik uchun inisi Asan Bo'g'raxonni o'z o'rniga vali-ahd qilib, Asan Bo'g'raxonning vali-ahd Sutuq Tekin bo'ladi deb vasiyat qilgan. Asan Bo'g'raxon Qaraxonlik taxtiga chiqib, akasining vasiyatiga amal qilib, Sutuq Tekinni vali-ahd qildi va qadimgi turk an'anasiga muvofiq Sutuq Tekinning onasini nikohga oldi. Lekin Asan Bo'g'raxon Sutuq Tekinni vali-ahdlikdan ilib tashlab, o'rniga o'z o'g'lini vali-ahd qilish ko'yiga tushdi. Sutuq Tekin intayin hushyor va aqlli bir shahzoda edi. 20 yoshga kirganda u maxfiy holda musulmon bo'ldi. Sharqiy Turkistonning islom tarixi. Qaraxonlar davlati qurilmasdan burun G'arbiy Turkiston turklari tamoman musulmon bo'lgan edi. Qadimdan tartib mavjud bo'lgan Sharqiy va G'arbiy Turkiston xalqi o'rtasidagi milliy birlik va iqtisodiy aloqa intayin kuchli edi. Tuqqanchilik va tijorat munosabatlari bilan bu ikki Turkiston xalqi o'rtasidagi berish-kelish intayin quyuq edi. Mana bu vositalar bilan Hijriy 3-asr ichida islom dini Sharqiy Turkistonda xili tarqalgan edi. Lekin Qaraxon jamiyati va yurt kattalari musulmon bo'lmagan. Qashqar va Balasaxun taraflarida xalqning yarimidan to'lisining musulmon bo'lganligi rivoyat qilinadi.
Hicri 320, ya'ni milodiy 932 yili Buxaradagi Samani xonadoniga mansub Abu Nasr Samani degan olim savdogar qiyofati bilan bir karvonni boshlab, o'z kent To'rg'at yo'li bilan otishga kelgan. Abu Nasr Samani yo'lda hamrohlari bilan jamoat bo'lib namoz o'qiyotgan paytda o'g'i chiqqan Sutuq Tekin u yerga kelib qoladi. Va bularning musulmon ekanliklarini uqib, ular namoz o'qib bo'lgandan keyin Sutuq Tekin Abu Nasr Samanidan islomning haqiqatini so'raydi. Munavvar va haqparast shahzoda bo'lgan Sutuq Tekin islom to'g'risida Abu Nasrning so'zlab berganlaridan bak ta'sirlangan va Abu Nasrni otishda bir qancha kun turishga taklif qiladi. Oldi bilan o'zi yolg'iz maxfiy holda musulmon bo'ladi. Ondan keyin o'zining ishonchli muhabbatchilarini va yaqinlarini islomga kirgizib, asta-asta boshqa musulmonlarni o'ziga tortishga boshlaydi. 5-6 ay ichida Sutuq Tekin boshlig'ida 5-600 kishilik yosh musulmonlar tashkiloti barliqqa keladi. Sutuq Tekin bularni to'liq qurollantirib, guruhlarga ayirib, maxfiy holda Qashqar shahriga kirgizdi. Bularni ayrim-ayrim holda askariy o'rinlarga, hukumat saroyiga yoki davlat kattalarining ustiga kechida tuyuqsiz bosqin qilishga belgilaydi. Bu plan bo'yicha oldi bilan Sutuq Tekin 40 muhofizatchisini elib, Qashqarga kirib, o'gay dadasi Asan Bug'roxonga mehmon bo'lib o'rniga tushdi. Plan qilingan hujum soati kelganda Sutuq Tekin 40 muhofizatchisi bilan Qaraxon uxlayotgan uyga besib kirib, uni va o'rdidagi ba'zi tekin va mansabdorlarni asirga oladi va o'ldirdi. Boshqa joylarga bosqin qilishga tayinlagan qismlarmi vazifalarni muvaffaqiyatli bilan tamomlaydi. Shunday qilib Sutuq Tekin bir kecha ichida Qashqar shahrini qo'lga keltirdi. Shahar atrofidagi tangdin to'lisi musulmon bo'lgan Qashqar xalqi taraf-tarafdan Sutuq Tekinning yordamiga keladi va Sutuq Tekin 2-3 kunning ichida yetarli kuchga ega bo'ladi. Butun Qashqar Sutuq Tekinning hokimiyatini qabul qiladi. Sutuq Tekin hokimiyatini mustahkamlab bo'lib, o'zini Qaraxon e'lon qildi va qahramon ma'nosini ifodalaydigan Bug'ra unvonini oldi. Musulmon bo'lmagan xalqlarni islomga da'vat qilib, g'azot yurishlarini boshladi. Qashqar, Yarkan, Uch, Balasag'un va Barsxon, ya'ni Issiqko'lning sharqiy o'lkalarida va Qarluq davlatida islom dini hech qanday to'solg'usiz rivoj topdi. G'arbiy Turkistondagi Samani islom davlati Sharqiy Turkistonda islom dinining va islom ilmlarining tarqalishida Qaraxon Sutuq Bug'roxonga ko'p yordam qildi. Tafsir, hadis olimlari G'arbiy Turkistondan Qashqar va Balasag'unga uzilmay kelib turdi. Sutuq Bug'roxon musulmon bo'lgandan keyin islom olimlari uningga Abdul Karim degan nomni berganligi ma'lum. Sutuq Bug'roxon Qo'ydirxon tillarida, ya'ni milodiy 920-yildan 956-yilgacha Qarxon Sutuq Abdul Karim degan iboralar bor. Bu tillarlar hozir Leningrad muzeyida saqlanmoqda. Qaraxon Sutuq Bug'roxonning g'azotlari. Qaraxon Sutuq Bug'roxon musulmon bo'lib, Qaraxonlik taxtiga chiqqandan keyin u vaqtincha islomga hech kirmagan va Budda dinining markazi bo'lgan Xotan, Kucha, Seriq Uyg'ur xonlari va Uyg'ur Ediqut davlati Qaraxon davlatidan yuz o'rib mustaqillik e'lon qildi. Shimoldagi O'g'raq, Yig'ma va To'qsi qabilalarimi isyon ko'tardi. Qaraxon Sutuq Bug'roxon bularni besiqtirish uchun bu xonlik va qabilalar ustiga yurish qildi. Xotan xoni qattiq turib qarshilik ko'rsatdi. Qaraxon Sutuq Bug'roxon o'zi Xotanga yurish qilib, uzun davom qilgan urushdan keyin Xotan xoni mag'lub bo'lib, shaharda muhosira ichida qoldi. Uzun davom qilgan qarshov natijasida shahar elinmadi. Oxiri shahar ichidagi baglardan biri musulmon bo'lib, isyon ko'tarib chiqqandan keyin uning yordami bilan shahar fathi bo'ldi. Ondan keyin Qaraxon Sutuq Bug'roxon Kuchani fathi qildi.
Lekin Kucha xalqining bir qismi musulmon bo'lmadi va qadimgi dini Budda dinida qoldi. Uyg'ur Ediquti ustiga Qara shahar va Ili tarafdan ikki yo'ldan nurg'un askar yo'lladi. Qattiq urushlardan keyin Ediqut mag'lub bo'ldi va burunqidek Qaraxonlik markaziga tava ishga ishlarida o'z oldiga mustaqil bo'lish va qadimgi o'z dinlarini saqlab qolish sharti bilan sulh tuzdi. Shimoldagi Yag'ma, To'qsi va O'g'ra qabilalari ustiga to'liq g'azat yurishlari ilib berildi. Yuqorqi g'azatlarning hammasida Abu Nasr Samanining o'g'li Abdul Fattah qahramonlik ko'rsatib shuhrat qozondi. Qaraxon Sutuq Bo'g'raxon uningga Olib Tekin G'azi degan unvonini berdi. Qaraxon Sutuq Bo'g'raxonning vafoti va Musa Bo'g'raxon. Qaraxon Sutuq Bo'g'raxon 22 yil Qaraxon bo'lgandan keyin Hijriy 344-yili, ya'ni milodiy 955-yili vafot bo'ldi. O'rniga o'g'li Musa Bo'g'raxon Qaraxon bo'ldi. Sutuq Bo'g'raxonning vafot bo'lganligi xabari tarqalgandan keyin Xotan va boshqa Uyg'ur xonlari isyon ko'tardi. Musa Bo'g'raxon oldi bilan Xotanga yurish qilib, isyonchilarni bo'ysundirdi va undan keyin Olib Tekin G'azini Ilidagi Uyg'urlarni tinchitishga yo'llab, Ili daryosining shimolidagi Mingloq, ya'ni hozirgi G'ulji shahrini fath qilib, u yerdagi butxonlarni chiqib tashladi va buddist Uyg'urlarni Mingloqdan haydab chiqarib, ularning yeriga musulmon turklarni yerlashtirdi. 2-3 yil o'tgandan keyin Musa Bo'g'raxon Olib Tekin G'azini Kingit, ya'ni Qara shahar yo'li bilan Uyg'ur Ediquti ustiga yo'lladi. Olib Tekin G'azi Kingitni fath qilib, Quchuga yurish qildi. Dahshatli urushlardan keyin Uyg'ur Ediquti mag'lub bo'lib, Quchuni tashlab, Tangri tog'larining shimolidagi Beshbonliq shahriga yerlashib, u yerni poytaxt qildi. Olib Tekin G'azi Quchuni olgandan keyin Beshbonliqqa qarab yurish qildi. Ediqut Beshbonliqning shimolidagi tog' yo'llarini istiqom qilib, cho'ng bir qo'shin yig'ib turganlikdan ikki orada qattiq urush bo'ldi. Beshbonliq yaqinlaridagi bir tog', ya'ni Xitoylar hozir bu tog'ni Nansan, ya'ni Janubiy tog' deb ataydi. Beshbonliq yaqinlaridagi bir tog' etigidagi bir qatimli qattiq urushda Olib Tekin G'azi shahid bo'ldi. Natijada uning askarlari parakanda bo'lib, qattiq mag'lubiyatga uchirdi. Uyg'urlar Quchu va Kingitni qaytarib oldi. Olib Tekin G'azining mazari hozirmi Nansan etigida. Bu mazar xalq ichida Al-Fattah Xo'ja mazari deb ataladi. Harun Bo'g'raxon. Musa Bo'g'raxon Hijriy 372-yil, ya'ni milodiy 982-yili vafot bo'ldi. O'rniga inisi Harunxon Qaraxonlik taxtiga chiqib, umu Bo'g'ra unvonini oldi. Harun Bo'g'ra Qaraxon nihoyat tadbirli bir siyosatchi edi. U Qaraxonlar taxtiga chiqib, uzunga qolmasdan Uyg'ur Ediqutini qat'iy suratda bo'ysundirdi va boshqa butun xonlar va qabila baglarini itoat qildirdi. Shuning bilan Qaraxonlar mamlakatida tinchlik, omonlik o'rnatildi. Harun Bo'g'ra Qaraxon o'z tavasidagi musulmon va musulmon bo'lmagan turklardan tarkib topgan intayin kuchli va muntazam bir qo'shin tayyorladi. Buning bilan davlatning kuch-qudrati favqulodda yuksalib, mamlakatni kengaytirishning vaqti yetib kelgan edi. G'arbiy Turkistonning Qaraxonlar davlatiga qo'shilganligi. Bu arada G'arbiy Turkiston, Afg'oniston va Eronga hukmronlik qilayotgan Samani Turk davlati ajizlab, munqaris bo'lish bosqichida edi. Tavasidagi vali va qo'mondonlar Samani davlati markaziga bo'ysunmasdan o'z yerlarini mustaqil suratda hukmronlik qilishga boshlagan. Shuning bilan mamlakat parchalanishga yuz tutgan. Bulardan G'azni viloyatining valisi Amir Savuq Tekin Afg'onistonning ko'p qismini egallab, kuch to'plab Hindistonga yurish qilib, Samani davlatining markazi bo'lgan Buxoroning ichki ishlariga aralashqili boshlagan edi.
Harun Buğra Qaraxan munqaras bo'lish oldidagi bu davlatga ega bo'lishni ko'zlab, Hijriy 383 va yoki 384, ya'ni milodiy 994 yili Farg'onaga hujum qilib qo'lga olgandan keyin Samarqandni qo'lga tushirdi. Buxoroga hujum qilib, Samaniy hukmdori Amir Nuhni mag'lub qildi va Buxoroni muhosiraga oldi. Amir Nuh Buxorodan maxfiy holda qochib, O'g'iz daryosidan o'tib, Emil shahriga ketdi va u joyni poytaxt qilib to'di. Qaraxon Buxoroni urushmasdan qo'lga tushirdi. Samarqandni G'arbiy Turkistonning poytaxti qilib o'ltirib, Mavara orqadan hokimiyati ostiga kirgizdi. Harun Buğra Qaraxon Samarqandda 3 yil turdi. Ağrıb qilib bu kesilidan saqlayolmasligini sezib, Qashqarga qaytdi va yo'lda, ya'ni Hijriy 387 yili vafot bo'ldi. Harun Buğra Qaraxon qaytish vaqtida qarindishi, ya'ni Musa Buğraxonning o'g'li Ali Tekinni G'arbiy Turkistonga umumiy vali qilib tayinladi va uningga Ilixxon unvonini berdi. Ilixxon qadimgi turkchadagi Ilxon ma'nosida bo'lib, shoh, malik va yoki xon deganlikdir. Bu Qaqon zamonasidan tortib Tangri tog'larining shimolidagi o'lkalarni idora qilish uchun Qaraxon jamiyatidan bir tekin, ya'ni shahzoda umumiy vali bo'lib tayinlanadi va u tekinga Ilixxon degan unvon beriladi. G'arbiy Turkistonga bir Ilixxon tayin qilinishi bilan Qaraxonlar davlatida G'arb Ilixxoni va Shimol Ilixxoni deb ikki Ilixxon barliqqa kelgan. Samaniy hukmdori Amir Nuh Buxorodan qochgan kunidan tortib, Subuq Tekin va boshqa valilardan yordam talab qilib, kuch to'plashdan qo'yga tushgan edi. Sirdaryosining oyoq tarafidagi Jant o'lkasini egallab turgan Seljuk qabilasining xoni Seljuk Subashidimi yordam so'ragan bo'lsa-mu, ular o'z ishki jidal majralari tufaylidan hamda Qaraxonning kuchidan qo'rqib, Amir Nuhga yordam bermagan. Qaraxonning vafot bo'lgan xabari tarqalgandan keyin Amir Nuh butun kuchini yig'ib Buxoroga hujum qilishga hozirlandi. Subashi Seljuk o'g'li Arslan qo'mondonligida bir askariy quvvatni yordamga avatdi. Amir bu kuch bilan Buxoroga hujum qilib, Ilixxon Ali Tekinni mag'lub qildi va Buxoroni oldi. U burunqidek Buxoroni poytaxt qilib, hukmronligini boshladi. Ilixxon Buxoroga qaytarma hujum qilishga tayyorlandi. Buni anglagan Amir Nuh Subuq Tekindan yordam talab qildi. Subuq Tekin nurg'un askari bilan Buxoro yaqinlariga kelganda, Subuq Tekinning uningga xiyonat qilishidan qo'rqib, vaziri Abdullah bin Muhammad bin Azizni Ilixxonning qishga avatib, uning bilan kelishim tuzib, sulh qildi. Bu ahvolni Subuq Tekinga ma'lum qildi va Ilixxon bilan urush bo'lmaydiganligini va Subuq Tekinni G'aznaga qaytib ketishini bildirdi. Subuq Tekin G'aznaga qaytdi. Bu kelishimga asosan Buxoro va Samarqand o'rtasidagi Qatvom cho'li chegara bo'lib, g'arb taraf Amir Nuhga, sharq taraf bo'lsa Ilixxonga qoldi. Qadrli anglag'uvchilar, shunda qilib vaqt munosabati bilan Tarixga nazar programmamizning 22 soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib anglag'aninglarga rahmat. Kelak sonda ko'rishaylik. Alloh omonat.